Assalomu alaykum matras shop obunachilari. Bugun sizlarga matraslarimiz tayyorlanish haqida qisqa videolar ko'rsatib boramiz va bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'ling. Matrasimizning eng asosiy qismlaridan biri ramka qismi hisoblanadi. Skoba yordamida har bir prujinani qism bilan bir-biriga mustahkamlab chiqadi. Buning natijasida matras sifatli va uzoq yillar xizmat qilib beradi. Endigi navbat kavron o'rash jarayoni. Biz buni stepler yordamida bajaramiz. Kavron o'rashdan asosiy maqsad matrasni ortopedik xususiyatini oshiradi va matrasni mustahkam qiladi. Matrasimizning ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi jarayon bu material qismi bo'ladi. Bunda siz o'zingiz xohlagan materialni, o'zingiz xohlagan rangni bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda matras to'qilish jarayonlari haqida video qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Matras shop nozik did egalari uchun.